Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini ziyorat qilgan tunji Amerika muxbiri Barbara Stephens. Tayyorlovchi Asad Sulaymon. Qara qishda Urumchiga kelgan Amerikalik muxbir qiz. Amerika turmush jurnalining muxbiri Barbara Stephens 1946-yili 11-oyning o'rtalarida Chongqingdan Kusupluq dala mashinasi bilan Urumchiga qarab yo'lga chiqdi. Dәл mushu kunlarda Urumchidan Amerika konsulxonasiga bosh konsullikqa tayinlangan John Hall Pakiston xonimi Winko Pakiston bilan birlikda Shanxaydan Urumchiga uchgan harbiy aeroplaniga o'ltirib Urumchiga keladi. Әмділа 24 yoshga kirgan 6 yoshlik go'zal qiz Barbara Stephens bir qancha oylik jafoliq safar orqali 1947 yilning yanvar oyida qattiq sovuq bo'layotgan Urumchiga yetib keladi. Winko Pakiston xonim keyingi mezgillarda yozgan eslimisida 1947 yili yanvarning sovuq bir kuni konsulxonaning darvozasini avtomobildan sakrab tushgan yosh bir amerikalik qizning chekkanligini, uning putiga yerliklarning uzun qo'nchilik o'tigi, uchisiga qo'y terisidan tikilgan qilin juva kiyib olganligini, orqasidan chigilgan oltin rang sochlarining murisiga yeyilib turganligini, qizning jirangliq ovoz bilan "Pakiston apandi, men Barbara Stephens bo'laman" deganlarini bayon qildi. Manas daryosining u tarafini ko'rgim bor. Barbara Stephens konsulxonaga o'rlashgandan keyin shu kuni kechda konsul Pakiston va Angliyaning Urumchi turishliq konsuli Clark Graham bilan Sharqiy Turkistonning vaziyati to'g'riliq so'zlashidi. Barbara ularga "Men Xitoylarning rayondagi yerlik xalqlarga yurgizayotgan zulmini tekshirib ko'rishga qiziqaman. Men bu yerda bo'lgan vaqtimda odatdagi ziyoratchilardek hukumat amaldorlari bilan ko'rishishni hargiz xohlamayman. Men bu yerda bir konsulning diplomatik nuqtadan erishgan uchurlari bilan cheklanib qilishni istamayman. Men har qaysi joylarga safar qilib, turli qatlamlarga mansub kishilar bilan so'zlashib, ondan o'zimning mazkur rayon to'g'risidagi mustaqil fikrimni o'ttirg'a chiqarishni o'ylayapman", deydi. Konsul Pakiston uning qayerga berishni xohlaydiganligini so'raydi. "Oldi bilan Iliga, ya'ni Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining poytaxtiga berishni istayman", deydi Barbara. "Men Ilidagi yerli xalqlarning millatchi Xitoy go'mindangning sirtmig'idan qandoq qutulib, o'zlarining avtonomiyasini qo'lga keltirishga qandoq muvaffaq bo'lganligini ko'rishni xohlayman. Men yana haqiqiy erkinlikning qo'lga kelmaganligini jazmlashtirmoqchiman. Sizlarcha 3 viloyatni erkinlikka erishdi desam to'g'ri bo'larmi?" Konsul Pakiston uning savoliga javob berib mundaq deydi. Urumchidan 150 mil keladigan Manas ikki tarafning urush to'xtatish sizig'i bo'lmoqda. Uning g'arb va shimol taraflaridagi Ili, Cho'chak va Oltoy viloyatlaridagi mavjud hukumatning tamujna, pochta va tashyo'l boshqarish qatorliq funksiyalik organlari faqatla qolgan 7 viloyatda ishlaydi. Manas daryosining nariqi tarafida hukumatning hech qanday ishxona yoki ma'muriy punktlari yo'q. Muxbir Barbara konsul Pakistondan ikki tarafning urush to'xtatish siziqi bo'lgan Manas daryosidan o'tib, Iliga safar qilishning mumkinchiligini so'raydi. Pakiston bu savolga mundaq deb javob berdi. "Safar qilish mumkin, ammo buningdan birdan-bir to'salg'u safar uchun tasdiq qilish masalasidir. Urumchi bilan G'ulja orlig'ida Qumul, Olma-Ota yo'llarining aeroplanlari qarorli qatnab turdi. Ammo sizga ma'lum bo'lganidek, Sharqiy Turkistondagi bir qism joylarga safar qilish ishi Xitoyning boshqa o'lkalarga safar qilganga o'xshamaydi. Urush to'xtatish siziqining qarshi tarafiga o'tish uchun Ili tarafning asosliq o'lkalik birlashma hukumatining muavin raisi Ahmadjon apandidan tasdiq olishga to'g'ri keladi. Anglashimcha, Ahmadjon apandi tasdiq solgandan keyin buni yana Urumchidagi Sovet konsulining oldidan o'tkazish zarur ekan." Halbuki Barbara Pakistonning bu so'zlarini rad qilib, "Men buniga ishonmayman. Bu millatchi Xitoylarning tashviqoti xolos", deydi. Shu kuni kechda konsul Pakiston bilan muxbir Barbara o'ttirsida bir oz tartishma bo'ladi.
Pakistan uning elini ziyorat qilishi uchun Ahmadjon Qosimdan tasdiq elish ishiga yordam berganligini, shuning bilan bir vaqtda uning Urumchidagi bir qism ma'mur bilan ko'rishishni tavsiya qiladi. Pakistan elchisi kechqurun general Jang Jijongning Amerika konsulligi hammaylarni o'lkalik hukumatga taklif qilganligini aytib, unimi billa berishga taklif qiladi. Birlashma hukumatdagi ili vakillarining qo'lida amaliy huquq bormi? Shu kuni kechqurun muxbir Barbara bilan konsul Pakistan o'tirsidagi suhbat davomlashidi. Barbara ilg'a berib qaytib kelgandan keyin o'zining janubdagi viloyatlarga berishni o'ylayotganligini, bu ziyorat jarayonida Xitoy armiyasining janubdagi yerli xalqqa silayotgan zulmi haqida amaliy faktlarni qo'lga keltirishga tirishib ko'rganligini aytidi. Konsul Pakistan onunğa janubiy viloyatlarga safar qilsa, to'salg'ining yo'qligini, 7 viloyatni millatchi Xitoy Gomindan taraf kontrol qilayotgan bo'lg'ashqa, Amerika muxbirlarining berib kelalaydiganligini, shundaqdimi uning general Jang Jijongga janubga qiladigan safar planini oldin deyishi kerakligini eskartidi. Suhbat bu yerga kelganda konsul Pakistan Barbaraga mundaq deydi: Siz zulm yoki ta'qib degan so'zlarni davomli tilga ilishni muvofiq deb qaramsiz? Shin Sisay va uning Sovet ittifoqiga yulangan mustabid hukumat yo'qolgandan keyin rayonning vaziyatiga nisbatan bu so'zlarni ishiltish muvofiqmi? Tinchlik bitimi imzolangandan keyin Jang Jijong komandan hukumatiga vakolatan bitimdagi moddalarni ijro qilyotdi emasmi? Uning ustiga siz Urumchida turish jarayonida ko'risiz. O'lkalik birlashma hukumatdagi amaldorlarning yarmini degudek yerliklar tashkil qiladi. Ularning orasida 3 viloyat tarafning vakillari bo'lib qolmasdan, balki yana janubdagi turklar, shimoldagi qozoq va mo'ng'ullarning vakillari bor. Halbuki Barbara konsul Pakistonning bu fikr talablarini keskinlik bilan rad qilib mundaq deydi: 7 viloyatning o'lkalik birlashma hukumatdagi vakillari qo'rchoqdan boshqa narsa emas. Chunki ular yerlik xalqqa zulm silib hamkorlashganlardir. Shu sababdan yerlik xalq ulardan nafratlanadi. 3 viloyatning o'lkalik birlashma hukumatdagi vakillarining soni normadan eshib ketgan bo'lsa-mu, ammo ularning qo'lida amaliy huquq yo'q. Konsul Pakistan uningga javoban mundaq deydi: Ili va Janubiy Shinjongni ko'rib kelganingizdan keyin ondan fikringizni anglashni xohlayman. Men o'zimmi ishlarimni o'rinlashtirib bo'lib, mashina bilan bu joylarni ko'rib va aylanib kelmoqchiman. Meningcha, naq maydonga berib ko'plagan yerlik kishilar bilan uchrashgandila, ondan vaziyat haqida mustaqil hukm chiqarg'ili bo'ladi. To'g'ri, agar men ilidan qaytqicha mashina bilan kelish mumkin bo'lsa, ko'p joylarni o'z ko'zim bilan ko'ra olayman deb o'ylayman. Shunda qilib, ularning ashu kunni kechqurundagi suhbati oxirlashidi. G'ulja Amerikaning Denver shaharchilik keladi ekan. Barbara Ahmadjon Qosimning tasdiqi bilan 1947-yili fevralda G'uljada ziyoratda bo'ladi. U Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurilgandan buyon bo'libmi Manas daryosi milliy armiya bilan Gomindan armiyasi o'ttirsidagi urush to'xtatish siziqiga aylangandan beri ili taraf amaliy kontrol qilayotgan territoriyaga dastigan tunji Amerika muxbiri edi. Barbara G'uljada ko'rganlari, tekshirganlari va kuzatganlar haqida uzundan uzun xotirlarni qoldirdi. Necha yuzlagan foto suratlarni tortdi. Halbuki konsul Pakistan bilan xonimi Vitko Pakistan aslimisida Barbaraning G'uljada nimalarni ko'rganligi, kimlar bilan ko'rishganligi, qayerlarga borganligi to'g'riliq eg'iz ochmaydi. Barbara G'uljidan Urumchiga qaytib kelgan kuni tushlik tomoqda ayol Pakistonlarga G'uljining Urumchidan ko'p yaxshi joy ishganligini maqtab berdi. U G'ulja ko'chalarining keng va ozoda ishganligini, yo'lning ikki tarafidagi suvodan teraklarning osmonga bo'y tortganligini, Ili daryosining bo'yidagi munbat etiziqlarning Ili vodisining boy-bayashatligidan derak berib turadiganligini, bundaq manzarani Sharqiy Turkistonning boshqa yerlaridan his qilg'ili bo'lmaydiganligini so'zlab berdi. Bu tasvirlarga qiziqqan Vinko Pakistan xonim Amerika shaharlari bilan silishtirganda G'ulja qanchalik cho'ng ekan deb so'raydi.
Barbara onunğa javoban: "G'ulja Amerikaning Denver shaharchilik kelidikan", deydi. Barbaraning G'ulja shahri haqidagi uchurlari ayol Pokistonni bekmo qiziqtirdi. Ular aslimisida shu chaqdagi hissiyotlarni mundaq deb yozadi: Biz shu vaqtda G'ulja shahrining Urumchidan qolsalar mazkur o'lkadagi elektr mavjud oz sondagi shaharlarning biri ekanligini bilatdik. Vinkoning ko'z oldiga birdilla Denver shahri markazining elektr chiroqlari bilan julalangan ko'rinishlar keldi. Denver shahar markazidagi universitet va magazinlar, u yerdagi nimani xolsa shuni sotib olg'ili bo'lgan turli mollar do'konlari biz uchun Urumchida doim o'ylaydigan narsalar edi. Barbaraning G'ulja haqidagi tasvirlarimi o'rinliq edi. Chunki G'ulja chegara bo'yiga joylashgan shahar bo'lg'achqa, bu yerda Rossiyadan import qilingan nurg'un mollar va yerliklar ishlab chiqargan turli mahsulotlarning bo'lishi cho'qim edi. Barbara shu kuni Urumchidagi Amerika konsulxonasida o'zining G'ulja safari to'g'risida qisqacha ma'lumot berdi. U havo shuncha so'g'aq bo'lishiga qaramay, o'zining ili safaridan bekmi xushal bo'lganligini, G'uljaga yetib borgan kuni ili doiralarining uni inglizcha biladigan bir savdogarning ozoda ham yasiliq uyga o'rinlashtirganligini, kechalari bu uyning atrofiga forma kiygan qurolliq muhofizatchi qo'yilib, uning bexatarligi qo'g'dalganligini aytdi. U yana o'zining G'uljadagi maktablarni, do'kon, magazinlarni, zavod va cho'ng tipdagi bir elektr stansiyasini ziyorat qilganligini, shundaqla ko'plagan ziyofatlarga taklif bilan qatnashganligini eskartib o'tdi. Ammo u nima uchundir konsul Pokiston va uning xonimi haqida texcha tafsiliy uchurlarni demaydi. Barbara G'uljadan qaytishda aeroplan bilan emas, balki mashina bilan qaytishni talab qiladi. Uning talabiga binoan hukumat xodimlari uni Urumchiga boradigan bir yuk mashinasining kabinkasiga silib qo'ydi. Chunki u qaytishda G'ulja shahridan Manas daryosigacha bo'lgan orliqdagi uzun musofani ko'rib, bu joylardagi xalqlarning amaliy ahvoli va milliy armiyaning askariy o'rilishish ahvolini kuzatmoqchi bo'ladi. Halbuki G'uljadan qaytish safari uning o'ylagandek bo'lmaydi. Ya'ni Sovet ittifoqida ishlangan bu yuk mashinasining shofiri go'yo bir joydan buyruq topshirib olgandek, kunduzi yo'l bo'ylaridagi qunalg'u va danglarda uxlab, butun safarni kechasi davomlashtirdi. Barbara uningdan kunduzi yo'l mingishni talab qilgan bo'lsa-mu, ammo shofir buni rad qiladi. U ili doiralarining o'zining talabini rad qilmay mashina bilan qaytishga qo'shilgan bo'lsa-mu, ammo shofirga ayrim ko'rsatma berib, kunduzi yo'l mangmaslikni topilgan bo'lishi mumkinligini gumon qiladi. Shuning bilan uning yo'l bo'yidagi Jing, Shixo, Maytog, Savan qatorliq yurtlarni ko'rish hamda Sharqiy Turkiston Jumhuriyati amaliy kontrol qilib turgan territoriyadagi jo'grafiyalik ahvollarni kuzatish plani suvga chelishidi. U buningdan qattiq umidsizlandi. Fevralning jondan o'tgidek sovuqida talka davundan chiqib Shixoga kelgucha bo'lgan orliqda Barbaraning puti to'nglab ko'kirib ketadi. Kechining qattiq sovuqida kabinka muzdek sovib ketadi. U umrida bundoq jafoliq safar qilib boqmaganligini, shundaqla bunchalik qattiq to'ngib boqmaganligini o'ylaydi. U Shixodan o'tganda putining to'nglab utuk ichida ishishga boshlaganligini, putining barmoqlari bilan ushuq tarafining ko'kirib ketganini his qiladi. Yo'lda kelgucha ba'zi kechalari shunchalik qattiq to'ngladimki, birdilla yurtimni seg'inish o'ti butkul qalbimni cho'lg'ib oldi. Urumchiga sog'-salomat yetib berib olsamla, oldi-keynimga qaramasdan udul Amerikaga ketaman deb o'yladim. Ammo u Urumchiga yetib kelibla bu uyidan yongan. U Urumchida bir mezgil dam olg'ach, turkiy tili o'rganmoqchi va janubga berish tayyorligini qilmoqchi bo'lgan. Alma ataning almisi. Barbara G'uljadan qaytib kelgandan keyin o'zining Urumchidagi Amerika konsulxonasida turg'isi yo'qligini, yaqin atrofdan o'ziga qulay bir uy ijaraga elib turishni o'ylayotganligini, shundoq qilganda Urumchidagi avom xalq bilan erkin ozoda uchrashqili bo'lganligini va texmi ko'p odamlarni ziyorat qilg'ili bo'lganligini aytdi. Ayol Pokistonlar uni konsulxonada turishga shuncha da'vat qilgan bo'lsa-mu, lekin u chiroyliqcha rad qiladi.
Үрümчidagi Amerika konsulxonasi bilan qo'shna keladigan Angliya konsulxonasining konsuli Grammu o'zining dövlatiga qaytadiganligini, yangi konsul yetib kelguncha konsulxona uylarining bo'sh ekanligini, agar Barbara xohlasa bu uylarda tursa bo'lganligini taklif qiladi. Ammo Barbara bu takliflarni qabul qilmaydi. Vinko Paxton xonim keyin yozgan aslimisida mundaq deydi: Konsulxonamizning oldida kecha-kunduz kuzatda turgan Xitoy amalli xodimi bilan konsulxonaning udildagi binoga joylashgan Sovet savdo tijorat uyushmasining davomli ochiq turadigan derizlari konsulxonaga ziyoratga kelgan mehmonlarga xotirjamsiz va dilg'unlik paydo qiladi. Bizning mehmonimiz bizga o'zlarining konsulxonaga kirguncha noma'lum ko'z quloqlarning tikilib turgan nazaridan o'tishga majbur bo'lganligini, buning ularni har doim vahimaga soldiganligini eskartgan edi. Darvaqa mushu sabablardan bo'lsa kerak, Barbara G'uljidan qaytib kelgandan keyin Amerika konsulxonasida turishni xohlamaydi. U muxbir bo'lishda kasbiy sezgurligi bilan Urumchining ayni vaqtdagi nozik siyosiy atmosferasini ma'lum darajada tushunib yetgan edi. Darvaqa, Soğuq urushining pardasi ochilgan 1940-yillarning ikkinchi yarmida Urumchining janubiy burjikiga joylashgan Amerika konsulxonasiga har bir kichkina tivish bilan kirgan chiqqan odamlarni Sovet ittifoqining Urumchida turishliq konsulxonasi yollagan qanchalagan ko'z quloqlar 24 soat kuzatib turadi. Shu kuni oqshimi Barbara o'zining G'uljidan ajoyib cho'ng olma olg'ash kelganligini, bundaq cho'ng olmalarning G'ulja bozoriga Olmaotadan kirdiganligini, yo'lda kelgicha so'g'uq va o'ng'il-do'ng'il yo'lda bu chiroyli olmalarning ozroq zida bo'lganligini aytadi. Vinko Paxton xonim Barbara ilib kelgan olmalarning cho'ngligidan hayron qoladi. Chunki shu vaqtlarda Urumchi bozoridan setib olg'ili bo'ladigan olmalarning ko'pinchisi ushoq, rangi ko'rimsiz, ta'mi ochiq-chuchuk bo'lib, bundaq cho'ng olmani ular Osiyoning qalbiga joylashgan bu yiroq shaharda tunji qitim ko'rishi edi. Barbara ularga chaqchaq qilib bundaq deydi: Bu Olma-Otaning olmasi, Olma-Ota degan shaharning olmalarning otasi degan ma'no beradiganligini unutib qolmanglar. Urumchida 25-fevral voqeasiga shohid bo'lish. Barbara G'uljidan Urumchiga qaytib kelib bir qancha kun o'tmayla Urumchi vaziyatining jiddiylashib ketganligini his qiladi. U Urumchidagi Amerika konsulxonasida turishni rad qilib, yaqin atrofdagi yerlik kishilardan birining uyini ijaraga olib turdi. U bu kunlarda janubga berishning tayyorligini qilg'ash, bir tarafdan jiddiy ravishda Uyg'urcha o'rgansa, yana bir tarafdan kunda Urumchi ko'chalarini aylanib, yerlik kishilar bilan uchrashidi. Shundaqla ularning navbatdagi vaziyatga, siyosatga hamda ularning ilidagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyati bilan Go'mindang hukumatiga bo'lgan qarashlarini bilib biqishga tirishidi. Dal shu kunlarda, ya'ni 1947-yili 22-fevraldan boshlab Urumchining vaziyati birdilla jiddiylashib ketdi. Bu vaqtda Zhang Jijong Urumchida yo'q bo'lib, u bir qancha hafta ilgari Nanjingga ketgan edi. Bitim imzolangandan buyon Zhang Jijongning qattiq kontrolida turib kelgan general Song Shilian boshchiligidagi Go'mindang o'ngchilari Ahmadjon Qosim boshchiligidagi ili taraf vakillarining o'lkalik birlashma hukumatdagi tashabbuskorlik o'rniga ichida g'um saqlab kelgan edi. O'z xo'jayinining Urumchida bo'lmasligidan foydalangan Go'mindang armiyasining garnizon qo'mondoni Song Shilian muavini Dang Begang bilan birlashib ili tarafga namoyishga namoyish bilan, talab qo'yishga talab qo'yish bilan inkos qaytirish, o'lkalik birlashma hukumatdagi ili vakillarining xo'rikini sundirish hamda ularning 7 viloyatda borgan sari kengayotgan ta'sirini to'sish planini tuzib chiqdi. 1947-yili 2-oyning 25-kuni Song Shilianning parda orqasida turib qo'mondonlik qilishi bilan puxrocha kiyingan Go'mindang askarlari jo'vlarning ichiga qurollarini yushirib, ili taraf vakillariga norozilik bildirish va talab qo'yish namoyishi o'tkazdi. Bu namoyishga yana Urumchiga qochib kelgan Xitoylar, bir qism tungallar bilan qozoqlarmi uyushtirildi.
Alpozi buzilgan namoyishchi Xitoylar shu kuni Urumchi ko'chalarida uchirgan Uyg'urga hujum qilib, bir qancha kishini o'ldirdi. Necha o'nlagan begunoh Uyg'urlarni yaralandirdi. Ular oxiri o'lkalik birlashma hukumatning xizmat binosini qo'rshovga elib, muavin rais Ahmadjon Qosimning sirtqa chiqib, talablariga naq maydonda javob berishini talab qiladi. Agar undaq qilmaganida, o'lkalik hukumatning ichiga bisib kirdiganligini aytib tahdid soladi. Halbuki, Ahmadjon Qosimi bir pishqan siyosonga xos tamkinlik va vazmin salobat bilan bu o'yinni o'ynayotgan gumondan o'ngchillarini naq maydonda mot qiladi. Shu kuni Urumchi Uyg'ur jamoati Janubiy Quvuqning sirtiga yig'ilib kuch ko'rsatdi. Ular agarda Ahmadjon Qosimi qatorliq rahbarlarga xavf yetadigan bo'lsa, Sipil darvozasiga o't qo'yib shahar ichiga bisib kirdiganligini bildirdi. Vaziyatdan shu kunlar jiddiy telegramma olgan, xabar topgan Milliy armiyaning bosh qo'mondoni general Ishoqbek Manas daryosining g'arbiy qirg'idagi oldingi saf qismlarga urushga tayyor bo'lib hujumga o'tish buyrug'ini tushirdi va daryoning qarshi tarafidagi qo'mondonga hujumga tayyor turdi. Shunday qilib, Song Shinlian boshchiligidagi qo'mondon o'ngchilarining bu suiqasdlik o'yini mag'lub bo'ldi. Ahmadjon Qosimi boshchiligidagi ili taraf vakillari shu kuni o'lkalik birlashma hukumatining xizmat binosidagi qo'rshovidan sog'-salomat Janubiy Gulluk, Nanxuayandagi turalg'usa qaytib chiqdi. Ammo Urumchidagi jiddiy vaziyat pasaymagicha jiddiy holat e'lon qilinadi. Amerika muxbiri Barbara 22 fevraldan buyanqi Urumchining jiddiy vaziyatini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Bulubmu 25 fevral kuni puxracha kiyindirilgan qo'mondon askarlarining namoyishini va ularning Urumchi ko'chalaridagi Uyg'urlarga hujum qilishdak zo'ravonligini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Vinko Pakiston xonimning eslimasiga qaraganda, shu kunlarda Urumchidagi Amerika konsulxonasidami jiddiy holatga o'tgan bo'lib, Vinko Pakiston xonimning eslimasiga qaraganda, shu kunlarda Urumchidagi Amerika konsulxonasimi jiddiy holatga o'tgan bo'lib, konsul Pakiston 24 fevral kuni konsulxonaning bexatarligi uchun oldin o'rinlashtirish ilib boradi. Konsulxonadagi xizmatchi xodimlardan biri uningga darvoza sirtida 24 soat postda turilgan amalli xodimlardan boshqa yana elchixonaning ichi sirtida qurolli xodim o'rinlashtirish taklifini berdi. Ammo Pakiston konsulxonaning betaraflik o'rnini saqlab qilish uchun bu taklifni rad qiladi. U Amerika konsulxonasida xizmat qilgan barliq xizmatchi xodimlarning oila tavobatlarining bexatarligini ko'zda tutib, ularning bir qancha kun bola chaqalarini elib kelib, konsulxonada turishiga ruxsat qiladi. Konsulxonaning turkiy til tarjimoni Hamid Sabiridan boshqa barliq xizmatchi xodimlar oila tavobatlari bo'yicha shu kunlarda Amerika konsulxonasida turdi. Halbuki 24 yoshlik Amerika muxbiri Barbara ashu ansiz kunlarda kasbiy muxbiri xos tavakkülchilik va jasorat bilan Urumchidagi yerlik Uyg'urlardan ijara olgan uyida turdi va ko'cha-ko'ylarni aylanib vaziyatni kuzatdi. 25 fevral kunidagi vaqada o'lkalik birlashma hukumatining muavin raisi Burhan Shaydining shofiri Munub Axunning Xitoylar tarafidan urib o'ldirilishi Urumchidagi Sovet ittifoqi konsulxonasi bilan birlikda yana Amerika konsulxonasining diqqatini qo'zg'aydi. John Hall Pakiston o'zining uchur manbalari orqali Burhan Shaydining shofiri Munub Axunning aslida Sovet fuqarosi ekanligidan o'lganda uning Hindin Sovet pasporti chiqqanligidan xabar topadi. Vinko Pakiston xonim aslimisida yo'ldoshi konsul Pakistonning bu voqeani bir qancha manbalardan surishtirib ko'rgan. Hatto shu kuni ko'chadagi Xitoy namoyishchilarining Uyg'urlarga hujum qilish voqealarini o'z ko'zi bilan ko'rgan Amerika muxbiri Barbaraning Munub Axunning o'ldirilishi va yenidan Sovet pasportining chiqqanligi to'g'risidagi gap so'zlarni tasdiqlaganligini tilga oladi. Vinko Pakiston xonim aslimisida vaqa yuz bergan 20 fevral kuni tushdan keyin Sipil ichida o'ltirishliq qo'mondonning yuqori darajalik amaldorlaridan birining o'zlarini kashlik ziyofatga taklif qilganligini yozadi. Ammo bu amaldorning kimligini tilga olmaydi. Konsul Pakiston taklifnomini elib kelguchidan harbiy holat e'lon qilingan mushundaq jiddiy vaziyatda mashina bilan shahar Sipilning ichiga kirishning mumkinchiligi bormi yo'q deb so'raydi.
Təklifnamə ilib kelgan Xitoy askari Sepil darvozasini saqlayotgan qurolliq askarlarga uqtirish qilganligi, Amerika bayrog'i esilgan konsulxona mashinasining to'solg'usiz darvozasidan kiralaydiganligini aytidi. Shu kuni kechqurun konsul Pakiston xonim Viktor va shoferi Dimitri bilan birlikda Amerika bayrog'i esilgan jip bilan janubiy quv tarafga mangdi. Ular Ahmadjon Qosimiy qatorliq ili vakillari turayotgan Janubiy Gulluk, Nanxuayanning oldidagi yo'ldan o'tganda Milliy armiyaning formasini kiygan Uyg'ur askarlarining qurollari batlab darvoza oldida navbatda turganligini, uningdan o'tishiga Sovet konsulxonasining darvozasidami qurolliq kuzatchilarning odatdan tashqari ko'paytirilganligini ko'rdi. Dal shu vaqtda ular Sovet konsulining hashamatlik limuzinda qurolli xodimlarning ko'chadan g'o'yildab o'tib ketayotganligini, uning orqasidan o'lkalik hukumatning muavin raisi Ahmadjon Qosimning maxsus mashinasining mang'anligini, mashinani milliy armiyaning formasini kiygan qurolliq Uyg'ur askarlarining qo'g'dab mang'anligini ko'rdi. Bu manzaraga qarab ular birmi qurolli qo'g'dug'uchi olmagan Amerika konsulining odatdagi jip mashinasining Sovet konsulining qanchilgan qurolli qo'g'dug'uchi xodimlarni agashtirib mang'an haybatlik limuzin mashinasi oldida bakmu chinib qolganligini his qilishidi. Ular janubiy quvga yetib borganda darvozadagi Xitoy askarlari Amerika konsulxonasining mashinasini to'sib oladi. Təklifnaməni ko'rsatsimi unumay, ularning shahriga g'arbiy darvozadan kirishini buyuruydi. Buning bilan g'ururi tutgan Pakiston cho'pirga darhol konsulxonaga qaytishga buyruq qiladi. Ashu kunlarda Amerika konsulxonasida turmay, balki yerlik Uyg'urlarning uyini ijaraga olib, Urumchi ko'chalarini aylanib yurgan muxbir Barbara nimalarni ko'rdi? U o'z xotirasiga qaysi nimalarni yozdi? Bu savollarning javobi 24 yoshlik Barbaraning Urumchidan ayrilganda qumul osmonda yuz bergan sirliq aeroplan voqeasida qazo qilishi bilan mangu uziladi. Demak, yana bir suiqasd. Zhang Jijongga savol. Nimishqa Xinjiangga mustaqillik bermaysizlar? Urumchida 25 fevral qonliq voqeasi yuz berib, jiddiy vaziyat texcha asliga kelolmagan bir vaqtda, ya'ni 1947-yili 3-oyning 15-kuni Zhang Jijong Nanjingdan qaytib keladi. U 3-oyning 18-kuni Urumchida Gomindangning armiya va hukumat tavasidagi yuqori darajalik amaldorlarini yig'ib, ichki qismda yipiq yig'in ochadi. Bu qitimliq yig'inning xotirasi o'z vaqtida qat'iy maxfiy tutilgan bo'lsa-mu, ammo Zhang Jijong keyingi davrlarda yozgan aslamasida shu qitimliq yipiq yig'inda Song Xinlian boshchiligidagi Gomindangning qattiq qo'l o'ngchilar guruhini tanqid qilganligini, Gomindang armiyasining garnizon shtabi va soqchi amaldorining o'zi yo'q chog'dagi fursatdan foydalanib, ma'muriyatga aralashib, 25 fevral qonliq voqeasini keltirib chiqarganligini qattiq ayblaganligini yozadi. Zhang Jijong Urumchiga qaytib kelib, uzun o'tmayla davolg'ib turgan vaziyatni yumshatish uchun Urumchidagi g'arbiy binoda shaxsiy nomida cho'ng tipdagi bir ziyofat o'tkazadi. Ziyofatga o'lkalik birlashma hukumatining barliq a'zolari, jumladan Ahmadjon Qosimiy boshlig'idagi ili vakillari, Sovet ittifoqining Urumchidagi konsuli va xodimi, Amerika konsuli, Pakiston hamda Amerika muxbiri Barbara qatorliq mehmonlarni taklif qiladi. Ziyofatda muavin rais Ahmadjon Qosimiy, Sovet konsuli bilan uning xonimi, Amerika konsuli Pakiston va uning xonimi hamda Amerika muxbiri Barbara qatorliq kishilar general Zhang Jijongning taklif qilingan mehmonlar ustilidan o'rin oladi. Zhang Jijong ziyofat jarayonida mehmonlarga o'zi Nanjingdan olg'ash kelgan yangi filmni ko'rsatdi. Film oxirlashgandan keyin mevachi va yegach parang'i tushidi. Bu vaqtda Barbara parang temisini bevosita navbatdagi siyosiy vaziyat ko'tkaydi. U o'dilda o'ltirgan general Zhang Jijongga qarab, Jungo hukumati nima uchun Xinjiangdagi yerli xalqlarga to'liq mustaqillik bermaydi deb so'raydi. Hech o'ylamag'an yerdan so'ralgan bu tuyuqsiz savoldan bir oz andikkan Zhang Jijong daqiqa oralig'ida o'zini dangsib olib, Jungo atila Xinjiangga mustaqillik berdi deydi ta'addi bilan. Zhang Jijong orqasidan bu so'ziga shart qo'yib yana mundaq deydi. Agar mustaqillik Xinjiangni Osiyoning Shveysariyasiga aylantira olsa,
Jungo hökuməti əlbəttə Şinjanğa müstəqillik beridi. Navada bu müstəqillik Şinjanni ikkinchi Polşaga aylandırıb qoysa, u çağda buningdan söz açqılı bolmaydı. Barbaraning yuraklik holda bevos so'ragan bu savoli va Jang Jijongning diplomatik usulda bergan javobi zaldagi ziyofat aklini hang-tang qoldirdi. Hatto Vinko Pakston xonimmi keyingi mezgillarda yozgan eslimisida Barbaraning Urumchida siyosiy vaziyat tavalg'ib turgan ashundaq sezguri paytda Gomindangning yuqori darajalik harbiy va mulkiy amaldorlari bilan ili vakillari bir-biriga ro'buru qarshib, chiroylariga zo'rma-zo'r kulka yugurtib o'tirgan ziyofat so'rinida bu savolni so'rishidan o'zining qattiq jiddiylashganligini tilga oldi. Barbaraning janubiy viloyatlarga safar qilishi. Aradan bir qancha kunlar o'tganda o'lkalik birlashma hukumat Amerika muxbiri Barbaraning janubdagi viloyatlarni ziyorat qilish iltimosini tasdiqlaydi. Ammo Jang Jijong bexatarlik va qatnashni maqsad qilib, Barbaraning xohlagan mashina bilan janubga mangmasdan, balki hukumat tarafdan belgilangan ishonchlik mashina bilan minishini eskartidi. Shunday qilib, Barbara Jang Jijongning o'rinlashtirishi bo'yicha yangidan Yarkan viloyatining garnizon qo'mondonligiga tayinlangan general Tangning mashinasi bilan yo'lga chiqdi. Bu 1947-yil 3-oyning oxirlari edi. General Tang xonibi bilan yo'lga chiqqan bo'lib, ular Amerika muxbirining o'zlari bilan billa bir mashinada safar qilganligidan xo'sh bo'ldi. Halbuki Uyg'urcha tarjimon tepish masalasi uning beshini qotirdi. U Urumchida bir qancha hatda Uyg'urcha o'rgangan bo'lsa-mu, ammo dastlabki qadamda o'rgangan necha yuz so'zlik va necha 10 jumla til bilimi bilan janubdagi viloyatlarda ilib boradigan ziyoratining hududisidan chiqishi qiyin edi. U o'zi so'zlaydigan Xitoy tili bilan janubdagi Uyg'ur yurtlarida yerli xalq bilan erkin ozoda so'zlashgilimi bo'lmaydiganligini obdan biladi. U G'uljida ziyoratda bo'lgan kunlarida hukumat amaldorlari va xalq ichidagi mutaxassislar bilan bevosita ruscha so'zlashgan. Yerli xalq bilan uchrashgandimi ruscha so'zlagan. Biroq u Uyg'urlarning 90%dan ko'pragini tashkil qilgan janubdagi viloyatlarda rus tiliningmi, Xitoy tiliningmi yerli xalq bilan bo'lgan aloqada asqatmaydiganligini obdan biladi. Barbara bu masalani hal qilish uchun konsul Pokistondan yordam so'raydi. Konsul Pokiston bu ishda konsulxonning turkiy tili tarjimoni Hamid Sabirni o'ylab ko'rgan bo'lsa-mu, ammo uning yaqindan buyon ishqa kelmay yo'qolib ketganligi, bo'libmi uning 25-fevral qonliq voqeasi yuz bergan, konsulxona uningga eng muhtoj kunlarda bir eg'izmi gap so'z qilmasdan g'oyib bo'lishi Pokistonni qattiq umidsizlantirgan edi. Shu sababdan Pokiston Hamid Sabirni ishdan to'xtatishni o'ylashyotdi. Barbaraning janubga safar qilishini anglagan Hamid Sabiri shu kuni bilgandekla konsulxonada paydo bo'ldi. U Barbaraga agar konsul Pokiston qo'shilsa, ya'ni uning maoshini konsulxonada ishlagan hisoblab to'liqlab bersa, o'zining uning bilan janubga billa berishni xohlaydiganligini aytdi. Pokistonning Hamid Sabiridan ko'ngli so'g'an bo'lg'achqa, uni janubga tarjimon qilib avatish o'yi yo'q edi. Ammo shu vaqtning sharoitida Urumchidan inglizcha bildigan boshqa Uyg'ur tarjimon tepish qiyin bo'lg'achqa, amalsiz ma'qul bo'ldi. Shunday qilib 1947-yili 3-oyning oxiri Barbara Hamid Sabirining hamrohligida janubga safarga otlanadi. Barbara Qashqar va Xotanlarda nimalarni ko'rdi? Amerika muxbiri Barbara Uyg'ur diyorining janubidagi viloyatlarda zodi qancha vaqt tekshirish ilib bordi. Bu jarayonda nimalarni ko'rdi va qanday uchurlarga erishdi? Bu haqda qo'limizda bor bo'lgan manbalardan nisbatan tafsilroq uchur berilganlari faqatla 2. Uning biri Amerikaning Urumchida turishliq 3-navbatlik konsuli Pokistonning ayoli Vinko Pakstonning aslimasi. Yana biri 1945-yili 10-oydan 1948-yili 8-oygacha Gomindang armiyasi Xinjiang garnizonining bosh qo'mondoni bo'lgan Song Xinlianning aslimasidir. Vinko Pakston xonim aslimisida aniq qilib Barbaraning 1947-yili 3-oyning oxiri Amerika konsulxonasining Uyg'ur tili tarjimoni Hamid Sabirning hamrohligida janubga safar qilganligini, uning shu ketgancha Oqsu,
Qashqar va Xotan viloyatlarida toki 7-oygacha naq maydon tekshirishida bo'lib, shu yili yoz oxirlashib, kuzning shapisi kelayotgan mezgillarda Urumchiga qaytib kelganligini yozadi. Shu yili 7-oyning 31-kuni saharda Urumchidan Beyjingga uchgan Gomindangning C-47 harbiy transport aeroplani bilan Qumuldan o'tganda voqeaga uchrab qazo qiladi. Vinko Pakiston xonim uning janubdan qaytib kelib, hafta 10 kun bo'lganda aeroplan bilan qaytganligini tilga oladi. Shunda qilib, uning janubdan Urumchiga qaytib kelgan vaqti 1947-yili 7-oyning 2-yarimiga to'g'ri keladi. Halbuki 100 ming kishilik Gomindang armiyasining Urumchida turishliq bosh qo'mondoni bo'lgan general Sung Shinlian Amerika muxbiri Barbaraning janubda 2 oy tekshirishda bo'lganligini, uning taxminan 1947-yili 4-oy bilan 5-oy oralig'ida Urumchidan Xitoyga uchgan aeroplanda voqeaga uchrab qazo qilganligini tilga oladi. Sung Shinlianning aslimasining keyingi vaqtlarda yozilganligi, uning ustiga aslimizdagi ba'zi bayonlarni Xitoy Kompartiyasining aslima yezish va tarixiy materiallarni ratlab nashr prinsipiga moslashtirish ehtiyoji bilan yozganligi sababli Vinko Pakiston xonimning aslimsidagi Barbaraga doir bayonlarni bir qadar ishonchli deb qarashga bo'ladi. Biz Barbara xonimning janubdan qaytib kelganda uning nimalarni doklad qildiganligiga bakmi qiziqqan edik. U janubdagi mezgilda Qashqardan Xotangacha bo'lgan liniyalarda har qaysi shahar bozorlarni, shundaqla butkul janubiy viloyatlarni kezib chiqqan edi. U Urumchiga qaytib kelganida yoz oxirlashib qolgan edi, deb yozadi Vinko Pakiston xonim. Ammo Sung Shinlian Barbaraning Urumchidan yo'lga chiqib, Qora shahar, Kuchar, Aqsu va Qashqar qatorliq joylarda 2 oylik ziyoratda bo'lganligini, uning ilg'or ideyaga ega yozuvchi ekanligini, uchuq yo'ruq, samimiy, chiqishqoq, turmushda oddiy sodda qiz ekanligini tilga oladi. Sung Shinlian aslimisida Barbaraning ayni vaqtda Urumchiga kelgan Amerika muxbirlari ichida o'zida eng cho'nqur ta'sir qoldirgan bir oq tanli qiz ekanligini tilga oladi. U aradan shuncha yillar o'tibmi 1947-yili yozda Amerika muxbiri Barbara bilan Urumchida ko'rishgan chog'dagi suhbatning hali ham esida ekanligini eskartib o'tadi. U Janubiy Shinjongdan qaytib kelgandan keyin Urumchida men bilan ayrim ko'rishdi. Ko'rishish 2 soatlik davom qildi. Shinjong bankasining boshlig'i Lo Jimi bizga tarjimonlik qildi. Barbara menda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Uning shu chaqda menga degan gaplari yilimi shunchalik ochiq esimda turibdi. U menga mundaq degan edi. Men janubga berishdan ilgari, ya'ni Urumchida turgan vaqtlarimda o'lkalik birlashma hukumatdagi ko'plagan mas'ul kishilar va Urumchidagi amerikaliklar bilan munozara qilishgan edim. Ularning hammasi menga Shinjong masalasi, milliy masala va shundaqla diplomatiya masalasidir degan edi. Albatta, bu qarashni xato degil bo'lmaydi. Ammo bu masalani hal qilish kerak. Ba'zilar bu masalani hal qilishning oshquchi Sovetlardek siyosat yurgizishda desa, ya'ni ba'zilar millatlar barobarligini kapolatga ega qiladigan siyosat yurgizgandila, ondan Sharqiy Turkiston masalasini hal qilg'ili bo'ladi deydi. Menimcha Sharqiy Turkiston masalasi unchalik oddiy masala emas. Men Sharqiy Turkistonning janubida 2 oy ziyoratda bo'ldim. Nüfus eng ko'p bo'lgan Qashqar va Aqsu viloyatlarida uzoqroq turdim. Jamiyatning cho'nqur qatlamlariga cho'kib tekshirdim. Fuqarolar bilan birga kun o'tkazdim. Bu jarayonda ularning o'ylaydiganining milliy mustaqillik yoki oliy muxtoriyat emasligini, tashviqotlarda deyilgandek, ularning Xitoylarga u qadar o'ch emasligini, faqatla tashviqotning qutirtishi bilan fuqarolarda Xitoylarga nisbatan o'chmanlik psixikasining shakllanganligini his qildim. Albatta, ularning qiziqadigini qaysi davlatga yaqin, qaysi davlatlarga sovuq munosabat tutish masalasimi emas edi. Ularning eng ko'ngil bildig'ini qanday qilib nomrodlikdan qutulib, yaxshiroq yashash masalasi edi. Yerlik yuqori qatlam feodal kuchlarning ta'siri intayin zo'r bo'lib, axullar va diniy sohadagilarning kontrolligimi eg'ir edi. Navoda ular kontrol qilib turgan Xitoy amaldorlarining hammasini qo'g'lab chiqargan taqdirdimi, yanala masalani hal qilg'ili bo'lmaydi. Shaxsiy ko'z qarashimni qo'shib qo'yay.
Bu uydurmachı yolg'onchi Xitoyning o'zining uydurganlari xolos. Agar u muxbir shu gaplarni degan bo'lsa, u nima uchun qazoga uchraydi? Halbuki Songshinlarning aslimisida tilga ilingan Barbaraning yuqorqi so'zlarini dalillaydigan ikkinchi bir manba yo'q. Bulubmu so'g'uq urushning pardasi ichilib, kommunizm tahdidiga qarshi umumyuzlik kayfiyat shakllangan Amerikalik muxbir Stefenning Urumchida qo'mondon generali Songshinlarga baayni kommunistlarda gap qilishi kishida gumon paydo qiladi. Uning ustiga Songshinlarning aslimisidagi mono bayonlar uning Barbara to'g'risidagi yuqori so'zlarga nisbatan o'qirmanlarda texmo kuchli gumon paydo qiladi. Uning bu so'zlari ayni vaqtdagi Shinjongda mavjud bo'lib turgan sinfiy kurash va ziddiyatlarni ko'rsatib bergan edi. U vaqtda men uning maqsadini ma'lum darajada his qilgan bo'lsam-mu, ammo haqiqiy ma'nosini tushunmagan ekanman. Ozodlikdan keyin o'rganish jarayonida sinf va sinfiy kurashning haqiqatini tushungandan keyinla, ondan uning so'zlarining cho'nqur ma'nosini qayta tushungandek bo'ldim. Bu yerda uning ayni vaqtda menga degan so'zlarini qayta eslash orqali Amerikalik bu ilg'or yozuvchini xotirlamoqchi bo'ldim. Qiziqarli yeri shuki, qo'mondonning Sharqiy Turkistonda turishliq 100 ming kishilik armiyasining bosh qo'mondoni bo'lgan Song Shinlan sinf va sinfiy kurash ta'limotini 1947-yil yozda amdila 20 yoshni ochgan Amerikalik muxbir Barbaraning so'zlaridan o'rganganmish. Darvaqa 1947-yil 3-oyning oxiri Urumchidan ayrilib, janubiy viloyatlarga ziyoratga borgan Barbara shu yili yoz oxirlashiga yaqin qaytib keladi. Vinko Pakston xonimning aslimisiga asoslanganda, Barbaraning janubdagi viloyatlarda tekshirish ilib borgan vaqti 3,5 oy atrofida bo'lib, u 1947-yil martning oxirlari Urumchidagi Amerika konsulxonasining Uyg'ur tili tarjimoni Hamid Sabiri bilan birga yo'lga chiqib, 7-oyning o'tirlari qaytib keladi. Halbuki Songshinlan aslimisida Barbaraning janubda bo'lgan vaqtini aran 2 oy deb yozdi. Uning ustiga u aslimisida yana Barbaraning qo'mondon hukumatining Sharqiy Turkistonni idora qilish siyosatini ochiq-oshkora tanqid qiladigan, qo'mondon armiyasining yerli xalqqa yurgizayotgan bostirish qilmishlariga qat'iy qarshi turadigan biri ekanligini yushirdi. Shunga Songshinlarning aslimisidagi Barbaraga doir ba'zi bayonlarning chinligi kishida gumon paydo qildi. U janubdan qaytib kelgandan keyin o'z ta'sirotlari va fikr qarashlarini Songshinlan u yoqda tursin, hatto Urumchidagi Amerika konsuli Pakston bilan o'rtoqlashmaydi. Shunga Vinko Pakston xonim bu haqda mundaq deb yozadi. Biz Barbara xonimning janubdan olgan ta'sirotlari bilan tekshirish dokladlariga bekmo qiziqqan edik. Chunki u qo'mondon doiralarining yerlik millatlarga tutgan pozitsiyasiga nisbatan to'liq tanqidiy pozitsiyada edi. Hatto bu qarashini yoshiribmi o'ltirmagan edi. Janubdan qaytib kelgandan keyin uning ko'z qarashlarida o'zgarish bo'ldimi yo'q, buni belgili bo'lmadi. Shundan keyin u Amerikaga qaytishning jiddiy tayyorligi bilan aldirash bo'lib, o'zining janub safari haqida ko'p gap qilmadi. Shunisi aniqki, Barbara janubdagi viloyatlarda tekshirish bo'lgan mezgillarda qo'mondon doiralari bilan ili taraf orasidagi siyosiy to'qinish intayin keskinlashib, o'lkalik birlashma hukumat jiddiy turda parchalanish girdobiga qarab yuzlanadi. Zhang Jijong bilan Ahmadjon Qosimi mushim mezgillarda o'lgulik hukumatning tekshirish o'mikini boshlab, Oqsu, Qashqar, Yarkan va Xotan qatorliq 4 viloyatda tekshirishda bo'ladi. Zhang Jijong bo'libmi ili tarafning ta'siri kuchli bo'lgan Qashqar viloyatida o'ylab baxman qarshiliklarga duch keladi. Qashqar xalqi bo'libmi Qashqardagi o't yurak Uyg'ur yoshlari Zhang Jijongni Qashqar valiy mahkamasida qo'rshib olib, uningga talabnoma qo'ydi. Hamda talablarga naq maydonda javob berishga qistaydi. Qiyin ahvolda qolgan Zhang Jijong qo'mondon harbiylarining muhofazatida Qashqar yangi shaharga qaytishga majbur bo'ladi. Bu vaqalar yuz berganda janubda turayotgan Barbaraning ikki taraf o'rtasidagi bu siyosiy kurashdan xavri bo'lmasligi mumkin emas edi. Mushu nuqtadan aytganda Barbara 1947-yilning oldingi yarim yilida Uyg'ur diyorining vaziyatini, bo'libmi qo'mondon hukumati bilan ili taraf o'rtasidagi siyosiy to'qinishlarni naq maydonda turib eng cho'nqur darajada tushungan Amerika muxbiri deyishga bo'ladi. Ara yulduzdagi sirliq aeroplan vaqasi va Barbaraning o'limi.
Amerikaga qaytishqa aldırğan Barbara o'ylamag'an yerdan Urumchidan Beyjingga qaytadigan Gomindangning harbiy aeroplaniga duch kelib qoladi. U vaqtlarda Urumchi bilan Shanxay o'tirsida oyda bir qatim qatnaydigan soda aeroplani bor bo'lib, yana bir navbatlik aeroplan kelgicha bir oy saqlashga to'g'ri keladi. Shunda qilib 1947-yili 7-ayning 31-kuni Barbara Urumchidan Beyjingga qarab uçqan Gomindang havo armiyasining C-47 tiplik harbiy transport aeroplaniga chiqadi. So'ngshinlan eslimisida mazkur aeroplanning Gomindang havo armiyasining C-47 tiplik harbiy transport aeroplani ekanligini, aeroplanning Urumchidan havoga ko'tarilib, Udul Lanjuga qarab uçqanligini, ammo Qumul bilan Jiuchuanning o'tirsiga kelganda tushib ketib, aeroplandagi 20 necha kishining hammasining qazo qilganligini, ularning ichida Han Liren ismli bir rassomning borlig'ini tilga oladi. Vinko Paxton xonimmi aslimizda shu kundagi manzaralarni ko'z oldiga keltirib mundaq deb yozadi. Aeroplanda manganlar orasida Angliyalik Brian Sorenson ismli yosh yigitmi bor edi. U Xitoyda ambulans, jiddiy qutqizish mashinasi shofiri bo'lib ishlagan edi. Biz shu kuni bu ikki yoshning hayotiy kuchi urg'ib turganligini ko'rgan edik. Ularning sarg'ush chochlari bilan ko'p-ko'k ko'zlari kishini jalb qiladi. Chunki biz shuncha uzun vaqtdan buyon konsulxonaning palampidan chiqib tushayotgan osiyoliklarning chiroyini ko'rib odatlangan edik. Bir ayın yo'lga chiqishdan bir kun burun konsulxonaning kirxonasida kiyimlarini yug'izgan edi. Biz yana shu kuni bozordan muzdaq qo'g'in setilib kirib, ular bilan billa yegan edik. Biz bir ayının xo'shal va uchuq mijozini bakmu yoqtirgan edik. Yo'lga chiqilgan kuni saharda biz Barbara bilan bir ayını ilib aerodromga chiqdik va ularni uzitib qo'ydik. Shu kuni tushdan keyin biz ular o'tirgan aeroplanning tushib ketganligini anglab turibli qoldik. Aeroplan shu kuni normal uchish plani bo'yicha Qumulda to'xtabdi. Havo nihoyat uchuq bo'pti. Shuning bilan aeroplan Lanjuga qarab uchishni davomlashtiribdi. Afsuski Qumuldan uchib uzun o'tmayla bir tog'liq rayonga kelganda tushib ketibdi. Hech kim saq qolmabdi. Hamma narsalar kuyib kul bo'lib ketibdi. Thomas Layard o'zining Tibetga kirish nomli kitobida mundaq deb yozadi. 1947-yilning boshlarida Amerikadagi Zaman jurnalining ixtiyoriy muxbiri Barbara Urumchiga berib, Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining Xinjiang o'lkalik birlashma hukumatda vazifa o'tayotgan Uyg'ur komissari, bu yerda Ahmadjon Qosimini demoqchi, uning bilan ko'rishidi va uni qoyil qilib, Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining markaziy G'uljiga berish vizasini oladi. U G'uljiga berib ziyorat qiladi. Uzun xotirlarni yozadi. Nurg'un foto suratlarni tortadi. Qaytishida u o'ldirgan harbiy aeroplan tushib ketib, aeroplandagi yo'lovchilarning hammasi o'ladi. Uning xotirlari va tortgan foto suratlarining hammasi kuyib yo'q bo'ladi. Buni texmo sirliqlashtirgani shuki, shu qitimliq aeroplan qazosida o'lganlar orasida bir nafar Xitoy generali bilan Buyuk Britaniya parlament a'zosining o'g'limi bor edi. Shunda qilib, elidagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini tunji qitim ziyorat qilgan Ahmadjon Qosimi va Hekimbek Xo'ja qatorliq inqilob rahbarlari bilan bevosita ko'rishgan Jang Jijonga Xinjiangga nimishqa mustaqillik bermaysizlar deb savol qo'ygan. Sezgur savollari bilan Urumchidagi Sovet ittifoqi konsulini tamtar etgan. Janubdagi Aqsu, Qashqar va Xotan viloyatlarida 3 oydan ortiq amaliy tekshirishda bo'lgan amerikalik yosh muxbir qiz Barbara qaytishida Qumulning Ara Yulduz Shinshinsha jilg'isida sirliq bir aeroplan voqeasi bilan 24 yoshda hayotidan ayrildi. Barbaraning tuyuqsiz o'limi uning Amerika axborotchiligidagi parlaq istiqbolini yo'qqa chiqarib qolmasdan, balki Amerika Qo'shma Shtatlarining Sovet ittifoqining yordamida qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini tushunish va uning ichki qismidagi ahvollarni bilish yo'lidagi tirishchanliklarini natijasiz qoldirdi. Barbaraning Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining markaziy G'uljini ziyorat qilib erishgan birinchi qo'l materiallari, xotira, qo'lyozma va yuzlagan foto suratlar Qumul bilan Jiuchuan orlig'idagi Ara Yulduz Shinshinsha jilg'isida kuyib kul bo'ladi. Aeroplan voqeasi yuz berib bir qancha hafta o'tgandan keyin Gomindang harbiy taraf maxsus bir tekshirish guruhi avatib Ara Yulduzda tushib ketgan C-47 harbiy transport aeroplanining qoldiqlarini tekshirdi. Köygen jasadlar arasida Barbaraning jasadini jazmlashtirib, maxsus sanduq orqali Nanjingga avatiladi.
1947 yılı 12 ayının 22 günü Barbaraның jasadi Nanjingdagi Amerika elchixonasi tarafidan yerlikka qo'yiladi. Baş elchi John Layton Stuart dafn murosimiga riyosatchilik qiladi. U shaxsan o'zi vida nutqi so'zlaydi. Barbara Stevensning qabri teshiga munu misralar uyuladi. Elvida sen qaytding kelgan yeringga. Biz qoldik bu qonliq asabiy naxush dunyoda. Lekin sen bilgandek biz kurashni davom qilamiz qilcha bo'shashmay.